Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Lor Alisher Qurbonovda men o'zim 3-4 oy oldin, ya'ni may oyida anginamni operatsiya qildirgandim. Qo'l oyog'im og'rib, shamollaganimda bo'g'inlarim shishyotdi. Alisher Qurbonovga ko'ringanimda operatsiya qilaylik. Operatsiya qilmasdan keyin qilsa ham bo'ladi, lekin har safar shamollash bo'lganda yana shu takrorlanadi deb tavsiya berdilar. Ularning tavsiyalariga quloq solib anginamni oldirtirdim. Hozir bugun mana qizimni adenoidini operatsiya qildilar. Kelib tekshirtirdik, nafas olishga qiynalyotdi. Tekshirtirsak, adenoidi katta, uni operatsiya qilaylik dedilar. Rozi bo'lib operatsiya qildirdik. Hozir qizimning holati yaxshi. Men o'zimni ham holatim mana 3-4 oydan beri shamollash o'tkazdim, lekin udi oldingidek qo'l oyog'im og'rimadi. Yaxshi o'tkazdim, tez o'tib ketdi. Alisher akaga kattakon minnatdorchiligimni bildiraman. Qo'llar dard ko'rmasin, ishlariga rivoj bersin.